alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'radigan muxlislar. Mana bu yoqda do'stlar Citroen'ni donni pok qilish mashinasi mana do'stlar. Ko'ryapganingizdek bu traktorga ulangan. Mana do'stlar. Citroen'ning donni pok qilyaptilar do'stlar. Juda ham pok chiqaradi. Mana bu ikki kishi o'zi mana shunday qilib o'tirib turish kerak, tag'arada do'stlar. Bir kishi o'zi u yoqdan donni norga otib turish kerak. Mana qarang. Mana shu cho'p, hashaklar bor do'stlar. Mana shu cho'p narsalarni juda ham pok qilib chiqarib beradi. Mana qarang. Donni juda ham pok qilib chiqarib beradi. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shunda ikki kishi o'da bu yoqda ishlash kerak, ikki kishi o'da mana bu yoqda o'tirib turish kerak do'stlar. Qarang. Juda ham Citroen ishi juda ham qiyin do'stlar. Afg'onistonda bu raqam ishlar juda ham ko'p bo'ladi. Citroen donni paklab berish mashinasi. Mana pok Citroen do'stlar, pok. Mana shuni turshab qilib bo'ldik. Bağırma dikilme. Ana dostlar, Citroen ishi juda ham qiyin. Mana Citroenni donni paklash uchun do'stlar juda ham mana bulaşib, juda ham xarob bo'lib qoladi. Mana ko'ryapsizlar. Do'stlar, Citroen ham juda ham ko'payib ketdi. Bu hali ham kamayyapti. Qarang. Bu yoqda o'da juda ham ko'p, joy masofa ham kichik do'stlar, kichkina. Mana bu yoqlarga birov kichik bolakay Citroenni poklaganni bari tartiyapti mana do'stlar. Kodmanda. Citroen ishi juda ham qiyin do'stlar. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turgan degan umiddaman do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Do'stlar, mana shu yoqdan otarsan, Citroenni shu yoqdan tashlasa do'stlar, mana bu yoqdan pokiza qilib chiqarib beradi. Mana do'stlar. Juda ham pok do'stlar.
do'stlar, mana supurgi pok, qarang mana. Juda ham pok supurgi do'stlar. Pokiza qilib chiqarib beradi. Mana bu qarriyo otaxonimiz bu yoqqa otib berib o'tiribdi. Mana bitta bolakay bo'lsa, bu yoqqa tortyapti mana supurgi dorini. Mana juda ham pok supurgi do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turgan degan umiddaman do'stlar. Do'stlar, mana o'zim ham ozgina supurgi donni bir yoqqa tortib bermoqchiman. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turgan degan umiddaman. Mana shu supurgi. Ham juda ham pok bo'lyapti. Qarang. Shu mashina do'stlar pok qilib beradi.